til milliy qadriyatlarni birlashtirib, tutashtirib, namoyon etib turuvchi eng mustahkam zanjir, boy va cheksiz ma'naviy xazina. O'zbek tili o'zbek millatining uzoq tarixiy ildizlariga, o'z siyosiy huquqiy asoslariga ega muqaddas qadriyati, ulkan ma'naviy yutug'idir. 1989-yil 21-oktyabr. Bu qutlug' kun O'zbekiston tarixiga, o'zbek millati yilnomasiga zarhar harflar bilan bitildi. Davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Shuning uchun ona tilimizga davlat tili maqomi berilgan kunni istiqlol va mustaqillikka erishish yo'lida qo'yilgan eng dadil va eng sharafli qadam deyishga haqlimiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, qadrli o'qituvchilar. Bugungi kechamizni ona tili, millat ruhi deb nomladik. Bugungi tadbirni ochib berish uchun so'z Qoraqalpog'iston Respublikasi Ma'naviyat ma'rifat markazi To'rtko'l tuman bo'limi rahbari Jonibek Settievga. Assalomu alaykum avvalambor, hurmatli yoshlar, aziz ustozlar. Mana bugun o'zbek tiliga davlat tili maqom berilganligining 30 yilligini tantanali nishonlash bo'yicha mazkur tadbir tashkil qilinmoqda. Alisher Navoiy bobomizning so'zlari bor. Tilga e'tibor, elga e'tibor deydi. Bu degani ota-onaga e'tibor. Bu aka-ukaga e'tibor. Bu kelajakka bo'lgan, poydevorga bo'lgan e'tibor. Bu so'zning zamirida shunday keng ma'no yotibdi. O'zbek tili shunday bir tilki, buni bilib qo'yinglar, dunyodagi eng go'zal tillardan biri. Tilimizni asraylik. Sizlar orqali kelajak avlodga yetadi. 11-asrda shakllanib boshlagan bo'lsa, 14-asrda shakllanib, til lahjalari o'zina xos bo'lgan uslub bilan kirib keldi. Shuning ichida siz bilan bizning avlod ajdodlarimiz bor. Bugungi mazkur tadbirni men sizlarga ochiq deb e'lon qilaman. Tabriklash uchun so'z O'zbekiston Qoraqalpog'iston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Munavvara Yusufovaga. Assalomu alaykum azizlarim. O'zbek tilini davlat tili maqomi berilishi bu bizning haqiqatan ham katta bayramimiz bo'lishi kerak. Shuning uchun ham men shu o'zbek tilida yozilgan she'rimni e'tiboringizga havola qilaman. Bobolarim jahon kezdi, qanotlaring sehrgar, ukbar kabi halol va pok vujudlarni mindirib, nozik nihol qarashlarni olib uchding tong sahar, ruhga loyiq g'unchalarni yulduzlarga indirib, ko'ngillarning behrobida qadim o'zbek tilim mening, zamonaning oftobidan isindi-ku dilim mening. Sahifada sarg'aydi ul, qadim o'zbek tilim mening, muz yo'llardan xo'p toydi ul, o'ziga bek dilim mening. Bu yil davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilinganligiga 30 yil to'lishi munosabati bilan To'rtko'l tumanidagi 2-chi, 12-chi, 16-chi, 30-chi hamda 44-chi umumta'lim maktablarining iqtidorli o'quvchilari ishtirokida ona tilimiz qadimiyligi, boyligi va o'ziga xos jilosini madh etuvchi til bayrami o'tkazildi. Garchi zulm qilganlarni yoqtirmadim, she'r yozdimu bo'lak ishni qotirmadim, tilim turib o'z tilimda gapirmadim, bir eslasam eziladi bag'ri dilim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Ona erkam deb kuchganda tunlar yarim, erkim yo'q deb zirqiraydi bir joylarim, paravozni xansiratgan bug'doylarim, oltinlarim, madanlarim, ipaklarim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Mayli qashshoq bo'lsin, mayli behasham, lekin mening uchun aziz va suyuk, jahon minbarida yangramasa ham ona tilim menga muqaddas buyuk. Inson tug'ilib o'sgan joyi muqaddas vatandir. Biz dunyoga keliboq onajonimizni, ona vatanimizni ko'ramiz. Endigina tilimiz chiqqan damlarda aytadigan so'zimiz bu ona so'zidir. Biz eng aziz, eng mo'tabar inson nomini o'z tilimizda onadek muqaddas aytamiz. Ona bizga jon baxsh etgan bo'lsa, til bizga aql zakovat ato etadi. Shuning uchun ham o'zbek tili muqaddasdir. Ming yillar kim bulbul kalomi o'zgarmaydi, yaxlit hamisha. Ammo sho'rlik to'tining holi
o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim, sen borsan shaksiz. Bulbul keyin she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz. Men ham to'ti bo'lib qolaman. Sen bo'lmasang nima bizga silliq she'rlar? Bu dunyoda tili yo'qda dil yo'q derlar. Bahoyinku berib ketgan ali she'rlar. Yuragimning to'ridagi so'lmas gulim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Bir qarasang har shevangda ming jilolar. Qodiriylar, cho'lponlar va Abdullohlar. Sening qaytgan kuning men tug'ilgan yilim, ona tilim, ey muqaddas ona tilim. Ona tili ezgu fazilat. Chunki onalarimiz bizga shu tilda alla aytadi. Inson uchun hayotiy zaruriyat bilim va tushunchalarni til vositasida ongu shuurimizga singdiradi. Inson tafakkurining shakllanishi ham bevosita til bilan bog'liq. Til xalqning, millatning eng buyuk qadriyatlaridan biridir. Shuning uchun xalqning ozodlikka, o'zligini anglab yetishga intilishida tilning qadrini tiklash, nufuzini yanada oshirish muhim o'rin tutadi. O'zbek tili dunyoning eng qadimiy va boy tillaridan biridir. Kechada tashkil qilingan kitob ko'rgazmalari namoyishi, yosh iste'dod egalarining ijod namunalari, buyuk siymolarimiz hikmatli so'zlardan parchalarning o'qilishi o'zbek tili naqadar boy ekanligini namoyon qildi. Mayli qashshoq bo'lsin, mayli behasham, lekin mening uchun aziz va suyuk jahon minbarida yangramasa ham ona tilim menga muqaddas buyuk. Dunyoda eng buyuk muqaddas so'zni shu tilda aytganim bilan baxtliman. Yurak mag'zasining ochiqchi sensan, sening borligingla men qudratliman. Ona tilim o'zingdirsan elni opichlab, shu kunlarga olib kelib taratgan ziyo. Ona tilim o'zingdirsan yillab asrab, o'zbek elni istiqlolga yo'llagan ziyo. Baxtimizga yurtimiz tinch bo'lsin, tilimiz sofligi abadiy bo'lsin, omon bo'lsin el yurt osmon, omon bo'lsin tugaguncha zamon. Cho'ponlarning qamish payti, childirmaning darillashi, go'r o'g'lining alp simosi, alpomishning davosidan tug'ilgan til ona tilim. Oh ona tilginam muqaddas tilim, bir og'iz so'zingga jonim tasadduq, bunchalar shirinsan, bunchalar so'lim, bormikan ajib til sendan ham ortiq. Bobolardan bizga meros o'zbegim, avlodlarga xazina-yu bebaho, qalbimizga, ruhimizga ko'zgu til, bu dunyoga bag'ishlaymiz ne daho. Ne allomalar sening sha'ningga, ko'plab she'rlar bitgan, baytlar aytgan, men ham bir farzanding angladim beshak. Sendan boshlanadi aslida vatan, asrlar bag'rida mardona tilim, sevib ardodlaymiz ey ona tilim. O'zga sayyoradan kuzatsalar gar, o'zbegim udimin ko'rib lol hayron, qadr qimmatini to'ylarda ochgan, o tanta ona tilim bag'ri keng osmon, yiqilgan kimsani suyatgan o'zing, oppoq paxtaday dili poy tilim, bir o'ksik notavon uchrasa yo'lda, malhamu madadkor sof buloq tilim, tonglar dalasidan boshlanar asli, tog'lardan vukorli g'ururi baland, ne ta'rif bermayin ona tilga xos, bobo momolarning chehrasidan nur ko'rib bag'ri kenglik ifodasini deyman o'z tilimga doim tashakkur. Adabiyot tarixin o'qib yodga olaman. Alisher bobomlarning yonlarida qolaman. Zulfiya satrlarin yuragimga jo aylab, Qodiriy mehnatini qalbimda bajo aylab, Mirzo Bobur g'azali sog'inchdan yaralganmi? Yuragimda vatan bor moziy to'la har dami, Oybek Qahhor ziyosin, hurmatin qo'yay boshga, ijodkorning dunyosin o'xshatgum men quyoshga. She'riyat osmonining bo'lmasam-da zuhrosi, she'rlar yozgim keladi men she'riyat shaydosi. Cho'lpondek bo'lmasam ham jajjigina yulduzman, qiziqishlarim bisyor, qo'limda bordir qalam. Vaqti kelsa bir kuni men ham porlay cho'lpondek, orzularim juda ko'p,
adog'i yo'q osmondek, she'riyat osmonini boyitish mening ahdim. Gar niyatimga yetsam, shaksiz kulardi baxtim. Onalar oq suti, hurmati bu el, to'tiyodir ko'zga tuprog'i. O'zbek deya mayin esgan yel, sharqirab kuylaydi bulog'i. Vatan deya bo'y cho'zgan giyoh, intiladi doim quyoshga. Qavmim ildiz otgan sajdagoh, bog'larida bahor shivirlar. G'ururisan har bir insonning, faxrlangum vatanim bilan, farzandiman O'zbekistonning. Dunyo shunday yaralgan, go'zallikka moyildir. Bu dunyoda eng avval ayollarga qoyildir. Toshdan qattiq sabri bor, nurdan go'zal husni bor. Hech qaysi erkakda yo'q, matonati, kuchi bor. Sabr qilib o'tadi hayotidan nolimay. Xayolida jannatdir, jaholatga qaramay. Yana qayerda bordir bunday baxtli bir guruh san'atkorlar tomonidan ijro qilingan kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga bayram kayfiyatini ulashdi. Ona tili millatning ruhi, uning or-nomusi, ma'naviy qiyofasi, orzu-umidlarning namunasi, millat birligi va birdamligining timsolidir. Inson uchun uning vatani, ota-onasi, oilasi qanchalik qadrli bo'lsa, ona tili ham shu qadar aziz va muqaddasdir.